PSD hujjatning alohidligi ham kamchiligini tushundinglar. Endi agar bu hujjatni to'liq bitkizib bo'lgan bo'lsam, ya'ni meningki keyin tahrirlashga ehtiyojim yo'q, qavatlar o'zaro berkib ketsa bo'ladigan. Mush doirani olib qoladigan, menga faqat sig'imda muvofiq bo'lsa bo'ldi deydigan shartim bo'lsa, o chaqda men buni boshqa bir xil shaklda saqlashim kerak. Ya'ni PSD shaklda emas, boshqa bir shaklda. Ham bu xil shaklda saqlashning bir qancha xil shakllari bor. Birisi GIF shaklida saqlash. Yana birisi JPG shaklida saqlash. Yana birisi PNG shaklida saqlash. Mushu bir qancha xil usul orqali biz bu hujjatni yana boshqacha saqlab qola olamiz. Emsi men bir boshdan ko'rib boqay. GIF bu zot qanday hujjat? Bu GIF deganimiz harakatni saqlay oladigan hujjat. Ya'ni oq ko'rinishi suzuk bo'lgan rayonlarni saqlay oladi. Masalan, oldim ma qavatni men ilib etdim. Kava ko'p ketdi-ku. PSD saqlasammi o'xshash mush o'rinni olib qola oladi. Chunki uning hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, shundaq-ku. Endi men GIF shaklida saqlab boqay. GIF shaklida. Mana o'chirib etdim. O'chirib etib GIF hujjatni ochay. Ma suzuk yeri suzuk badiga saqlanibdi-ku. Suzuk yeri suzuk badiga saqlanibdi. Endi biz PSD hujjatni ichib ikkisini selishtirib boqaylik. Rang o'xshamaslik bormi yo'q? Rang farqi bor, ha? Ma'noda buzilish bor GIF'da. Azroq buzilish bor. Hem sig'im jihatdan ilib aytsaqmi o'xshamaslik bor. Ya'ni GIF hujjatimiz ikki hujjatning sig'im jihatdan o'xshamaslik bor. Mayadilni ko'raylik, GIF'ninki sig'imini ko'rdim. 36 ta KB. Photoshop'ninki sig'imini ko'rdim. 13 megabayt. Shundaqo, nech 10 ortiqqa ma'noda necha hatta 100 dan ortiq. Demak, sig'im jihatdan GIF'ninki bir ortiqchilik bor. Ya'ni sig'im kichik bo'ladi. GIF hujjatning ortiqchiligi sig'im kichik. Ikkinchidan suzuk rayonni tuta oladi. Uchinchidan harakat unumini tuta oladi. Ya'ni saqlay oladi. Buningki ortiqchiliklari shu. To'rtinchidan torbat loyihalash sohasida favqulodda jiq ishlatamiz. Chunki shuningga mos bu. Shu rayonlar qartan mos ishlatildi. Ammo buningki kamchiliklari ham shu 4 xil ortiqchiligidek. Birinchi kamchiligi mayada rang farqi bordi. Ma'noda buzilmagan rang sifat mayada buzildi. Rang buzildi. Ikkinchi kamchiligi kanalni biriktirib Ma Photoshop'ninki PS hujjatining kanaliga kirsam 3 kanal saq turibdi-ku. Ma'ning kanaliga kirsam indeksli kanal deb birla indeksli kanalga kirgizib qo'ydi. Amaliyat bu mohiyatda bir ortiqchilik. Ammo vaqtiga vaqtida yana bir kamchilik bu. Kanalni biriktirib Üçüncüden bununki tahrirlashchanligi kuchli bo'lmaydi. Ma PS hujjatining qavatiga ma qavatlar. Ma'ning qachiqsam qavat 1 bo'lib ketadi. Ya'ni qayta tahrirlayma desam bir avarchilikqa yo'l qilmay. To'rtinchidan bu xil hujjatni olib bosma o'rinlarida besish imkoniyatimiz yo'q. Basanmaymiz. Ya'ni bassaq buningda sifat favqulodda nachar chiqadi. Chunki buningki indeks kanal bir tursa, bosma zavodlarininki bosmi 4 xil ranglik tursa, sizlar bir indekslik narsani uyat o'g'izma desanglar albatta sifatsiz chiqadi-da, shundaq-ku. Shundaq avarchiliklarga yo'l qo'yamiz. Shunga GIF hujjatning ishiltish o'rni tor sohasi yoki kompyuterning ichki qismidagi loyiha, yumshoq detal loyihalari shuningga o'xshash o'rinlarda ko'proq ishiltamiz. Unda bo'lsa buni ishiltilgan eng ko'p ishiltilgan bizning turmushimizda bir o'rin bormi? Bor. Ya'ni alqay ko'ku degan narsa bor-ku. Alqay harakatlik, gap qilmaysiz-ku degandek narsalar bor, harakatlik. Shu narsalar ko'kuning narsalari GIF oldi tutilgan narsalar. Chunki bu harakatni tuta oladi, shundaq-ku.